Shangon brendini 60 yilligiga bag'ishlangan eng zo'r modeli S561 modeli keldi do'stlar. Bundan bir dona kelganida mana ikkinchi partiyada to'liq avtomatlashgan mashinkalarimiz, Averlolari, to'g'richoki hammasidan keldi. Video davomida sizga yuklarni tushirishi va undan keyin har bitta mashinka bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berib ketaman. Keyin inshaalloh nasib qilsa magazinga olib borib, buni to'liq obzorlarni YouTube kanalimizga va Instagramga joylab boramiz. Yoshligimizda bir multfilm bo'lardi. 90-yillar atrofida, 90-95 atrofida. Soyuz multfilmi. Shunda aytardi, harorat pastlamoqda deb. Bitta bizga ham harorat pastlab, endi ko'pchilikda qilgan duolari ijobat inshaalloh. Yomg'ir har bitta odamga kerak. Albatta bu Allohning barakasi bo'ladi. Havo salqinligi uchun kapsullar kiyib olgandim. Bu tomonda Averlolarimiz ham kelgan. Averlo tikuv mashinalarimizni avtomatlari keldida. Bularni ham chiroyli qilib video obzorlarini qilamiz inshaalloh. Bu ham yangilangan model, tezligi, kelgan mato tanlamasligi, qalin yubqa joyidan yengil o'tishi, yumshoq ishlashi shu tomonlama farq qilib turadi boshqa mashinkalardan. Tikuv mashinani o'ziga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Shangon brendini shu zavodini 60 yilligiga bag'ishlab chiqarilganlarini to'g'ri oddiy choki bor, S520. Keyin S520 Y1 degani bor, unisi qaychili, 5000 tezli, pedalni orqasini bosganingizda ipini o'zi qirqiydi. Buni ko'plab chevarlarimiz olib ishlatdi, yumshoqligidan haqiqatdan ularga yoqdi. Keyin hozirgi kunda o'sha oxirgi model bo'lib kelgan, moya o'zini ichida turadi, ekrani svetnoy LED ekran, to'g'richok 9 xil ko'rinishda dekorativniy choklari bor, ipini qirqib zakrepka bir lapga ko'taradi. Ovozi boshqa mashinkalardan ancha yumshoq. Uni hali videosini qilib ulgurmadik. Inshaalloh buni ham ketma-ketlikda qo'yib boramiz. Bugun endi bu skladda ozgina ishlar tadbir bilan bo'lib, paradniy formadamiz. Chunki ozgina chang-chung deganda buni to'g'ri tushunasizlar. Tikuv mashinalarimizni xuddi mana shu ko'rinishda konteynerda Xitoydan keladi. Bizda Rastamoshkadan chiqqandan keyin skladimizga tushiramiz va skladdan aynan sizga o'xshagan klientlarimiz, mijozlarimiz zakaz qilgandan keyin mashinalarga yuklab, olib borib o'rnatib beriladi. O'rnatish jarayonida chiroyli qilib yurgizib, ishlatib, tiktirib, moylarni quyib, mabodo qanaqadir materiallarni tikmasa yoki tanlab qolsa, o'sha paytda mexaniklarimiz o'zi yoki o'zim mato tanlamaydigan qilib nastroykalarni ham qilib beramiz. Sababi bizga zavodda aynan shu mashinkalarda nastroykalarni ham tushuntirib o'tishgan. Video sizlarga foydali bo'lyapti deb o'ylayman. Bu tikuv mashinalarimiz mana kechagina ham Durujbaga o'rnatdik. Aynan shu opamiz necha yildan buyon Shangon brendidagi tikuv mashinani xarid qilib foydalanib kelar ekanlar. Endi yana o'zlarini xonadonlariga o'rnatganlarning sababi kunduzi ishlar, endi kunlar qisqarib qoldi. Hozir qish kunida kunduzi ulgurmaganliklari uchun xonadonlariga borib, yana xuddi shu tikuv mashinada zakaz qilingan srochniy ishlarni uyda bitkazib ertalabki o'sha mijozlarga taqdim qilishadi. Shangon zavodi bo'yicha ozgina ma'lumot beraman. Zavod kattaligi adashmasam 30 mi 40 gektarmi, shundan ortiqroqmi, shunaqa edi. Adashmasam 4000 ga yaqin odam ishlaydi. 3,5 mingdan oshiq edi, men ko'rganimda statistikada 4000 ga yaqin. Keyin 6 xil brendda mashinka ishlab chiqaradi. Bu degani Durkov degani bu turklar yaxshi tushunadi. Turklarda Adler degani Germaniyani brendi, shularda ham aynan shu Shangon zavodi. Mauser chiqadi, Shangon chiqadi, keyin JMC chiqadi, Durkov chiqadi, Adler chiqadi, yana bittasi bor edi. Aurorani ham shu chiqaradi. Aurorani qoliplari bir xil. Rossiyada Aurora bo'lib tanilgan. Rossiyadan kuzatayotganlar bitta like bosib qo'yasiz. Keyin mana havomiz salqinlab, yomg'ir yog'ishi mumkin inshaalloh. Alloh nasib qilsa. Shu yomg'ir so'ra duo qilganlar bittadan like bosib qo'yasiz. Ushbu videoni o'z yaqinlaringizga jo'nating.
Bizni skratimiz yonida poyez bor, poyez yo'li bor. Bu yerdan poyez o'tib turadi. Nasib bo'lsa uni ham sharaqa-sharaqa o'tayotgan videolarni hozir qo'yishga harakat qilaman. Har bitta mashinkani o'zini modellari bo'ladi. Doskasida 8957 bu to'g'richoqlardiki, Averlo'lardiki 7720 bo'ladi. Endi hozirgi sizga aytgan oxirgi model, yangilangan model mashinamizni galovkasi kattaligini hisobiga uni oralig'i 30 sm, orasini 30 sm, uni doskasida 561 yozilgan bo'ladi. Shuning uchun biz qarab turibmizki, qatorma-qator qilib taxlanayotganda tagida qolib ketmasin degan maqsadda. Va yana bir narsani aytib o'taman, Shangon brendidagi pop-up tikuv mashinamiz keldi. Shu konteynerimiz ichida bor. Juda ko'plab insonlar xarid qilishgan va maza qilib ishlatayotganlar bor. Hozirgacha o'sha mashinkangizni olganmiz, zo'r deyshadi. Shu mashinkamizdan ham kelgan, sotuvda bor. O'zi tugagan edi, mana konteynerimiz ichida yetib keldi. Shu qatorda bizga ehtiyot qismlarni ham berib yuborishadi. Zavoddan har bitta konteynerimizda bizda o'sha mashinkalarda yaxshi ishlashligi uchun sizga o'xshagan yaxshi bizni mijozlarimizni ishlar to'xtab qolmasligi uchun ehtiyot qismlarini ham jo'natishadi. Korobkaning ichidan keladi. O'sha motori, platalari va lapkalari, shunga o'xshagan mayda-chuddalari. Bozordan qiynalib oqtarib yurmaysiz. Hamma ehtiyot qismlar biz o'zimizda bor. Manzilda eslatib o'taman, manzilimiz Toshkent shaharda. Viloyatdan bo'lsangiz, shu viloyatdagi bizni dilerlarimizdan aynan sizga kerak bo'lgan ehtiyot qismlardan zakaz qilsangiz, ular bizga aytadi, biz jo'natamiz va ishingiz bitadi. Bozorlarga borib yoki bo'lmasa ustalarga borib qiynalib yurmaysiz. Sababi ushbu tikuv mashinalarida hamma ehtiyot qismlari o'zimizda bor.